Dükkanda pul topamagan kasbdoshlarning ig'izdan bir ig'iz deydigan gapi nima degan chog'da ma'lum men bek tirishqandi yana pul topolmadi deydigansan. Bu tirishib o'zgartgin bo'ladigan bo'lib qolsa mana sizlardan o'ta dehqon bek tirishqan g'azab tirishqan dehqon 50-60 yil hattoki umrining oxirigacha tirishqan faqat erishkin nima qo'saq beqish qo'saq to'yg'izish bilan lamqanda avara shuning bilan erishgan sizlarmichu pishna yesang to'yishlar birna yesang to'yishlar azab tirishqan deb ketmasanglar bo'ldi. Nima uchun sizlar tirishsizlar qanday natijasi yo'q bilamsizlar. Dehqonga natijasi bo'lgan bo'lsa, ko'rilgan bo'lsa shu ko'rilsa o'tdi. Tirishni mana dehqonlar tirishqan, ota-onalarimiz tirishqan, meningmi ota-onam dehqon, shular tirishqan. Natija ko'rgan bo'lsa, shular tirishsa bo'ldi. Nima uchun bizningki davrimiz kelgan chog'da hozir 2000 yılının balları nima uchun etizlikni yetirmaymiz? Ota-onalarimizni ko'rdik-ku, g'azab tirishqanlarni ko'rdik. Tutira bir savdo qilib baqay. Tutira bir o'nagini baqay deb yo'limizni o'zgartirdik. Eningdan keyin qanday qildik? Natijaga erishdik. Do'konda tirishib pul topolmayotgan bo'lib qolsang, kallarlarni o'ngshab baqinglar. Nima ish pul topolmayman men deb mana o'ylab baqinglar. Yangilik yo'qmi menda? Texnikamni o'zgartay. Etrafımdaki kişilerin ki kanda ihtiyacı kartta bir iş qilay desanglar eningdagi qanday oldu degan chog'da sizlarning kallanglar o'zgaraydi, xaridarning kallasi bilan qanda o'xshash holatda bo'lasizlar. Shuning orqali ehtiyoj borlar sizlarni izlaydi. Sizlar deya ne bo'lmasa texnik kon ustidagi bo'lgan tursa, men do'konda shunda tirishimay deb do'konning ichidan chiqmay xaridar kelsa, qo'ng'i so'ysanglar qanda foydasi yo'q. Chunki xaridarning ehtiyoji sizlarda yo'q. Shu sababdan qanda unum yo'q bo'lib qoladi. O unumni biz qanday qilamiz? Ehtiyojini topamiz. Kasbimizni qanda texnik bir palla yuqori ko'tarib, o'rganish qilamiz, bilim oshiramiz. Eningdan keyin qanday oldi degan chog'da sizlardagi ehtiyoj xaridarda bo'ldi. Xaridarning ehtiyoji sizlarda bo'ldi. Eningdagi qanda do'kon olib pul topa olasizlar. Kunda faqat bomba degan chog'da 500 qo'ydim, 1000 qo'ygish pul topa olasizlar. Erlar satrashqan aytayotganlar. Bomba deganda. O'nani yengishlimisanglar sizlar, bilim oshirmasanglar shu. Joyingni to'xtab qolishning sababi shu. Tirishqan bo'lsa mana dehqon qanday qildi? Tirishqanda natijaga erishdi. Tirishdan tanlash eng muhim. Shunga kasbiga olinglar.